Assalomu alaykum, qadrli baliq ov ishqibozlari. Do'stlar, hammalaringni kirib kelgan 2026-yil Qizil ot yili bilan chin qalbimdan tabriklayman. Do'stlar, hammalaringga omad, bola chaqalaring baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Do'stlar, biz bugun kichkinagina qisqacha video tayyorladik. Bu videomiz shu 25-yil davomida eng yaxshi lavhalar bo'ladi. Baliq ovidan bu zo'r natijalar, endi o'rtachagina natija bo'lsa ham, lekin juda qiziqarli ovlar bo'ldi. Do'stlar, tinglab tomosha qilinglar. O'ylaymanki, bugungi videomiz va baliq ovimiz sizlarga ma'qul keladi. Ha, bor. Darik qilyapti. To'shtakajda, yangi karachuk. Mana birinchi bu yildagi karas balig'imni oldim, do'stlar, mana. Sboku. Тихонько. Да, как я уважаю. Вот mana qaranglar, kvivrtib qana ishlayapti. Juda katta karas, katta sazan bilmadim oxirida mana. Mana do'stlar, mana karasni zo'ri. Obana. Mana karas. Ko'rlaringmi? Mana shu baliqni chiqardim. Еще один заброс. Еще один сделал. Да, еще один контрольный. Ko'ryapsizlarmi? Контрольный выстрел. Chuvalchinga. Ay, yaxshi, молодец. Mana. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana baliqni zo'rlarini chopdi. Xudo xolasa biz ham nima qilamiz. Aparish ilyapman xolos. Ana, chort. Yomon urdi. Mana do'stlar, o'zlarining ko'rlaring mana. Mana yana bitta shamayka. Mana shamayka mana bunaqa baliq. Xudo xolasa mana shu natijalar bo'ldi mana. Aka bekorni olmadi mana. Natijalar ko'ryapsizlar mana. Karaslar, shamaya, zo'r baliqlar tushdi mana. Qalaysiz aka? Yaxshi. Qayerdansizlar? Namangan qatidan. Shaharda. Ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek. Qani sazanni bitta ko'raylikchi. Mana do'stlar, men 8-mart kuni 2 kilo olinchapti sazanlar oldim. Mana shu joyda hozir to'xtab sazan olishibdi, ertalab kelib aparishga olishyapti ekan. Hozir mana fidir qarmog'iga nima qilaman. Mana atrofda juda chiroyli joy. Zavorotga. Sazan soat 4 dan keyin oladi albatta. Mana sazan zo'rini olishibdi. Qani olingchi, bitta ko'raylikchi. Молодец. Sazanni chiqaringchi, buni qo'lga olingchi. Bolalar 1 kiloga yaqin zo'r sazan ekan. Aka. Молодец. Aparishga oldingizmi buni? Mana aparishga sap-sariq. O'zi ham sariq. Mana bolalar sazan. Vahshiy gap yo'q. Nima bo'ladi-da bunda? Mana do'stlar, halidim Ahod Soyuzda joy o'tgan yillari zo'r o'qiganmiz. Mana do'stlar, hammasi ilon boshchilar shatda mana. Andijon viloyati, tag'da Namanganliklar sazan. Tag'da ilon bosh. Qalay, natijalar bormi? Mayda ilon boshmi? Yaxshimi? Bironta katta ushadimi birontasi? Молодец, mana ilon bosh. Naryoqda Namanganliklar sazanlar olyapti. Bag'da ilon bosh. Qayerda sazan olyapti? O, naryoqda rosa oldi, men syomka qildim. Chotki bo'ldi mana. Qayerda asl? Mana uni dimdan naryoqda. Bormaylar, qalaysizlar. Aytilama o'tdi. Qalaysizlar. Ushadingizmi bir narsa? Yo'q, biz endi keldik. O'no bolalar uchun 5-6 ilon bosh. Mana ko'ryapsizlar, qalaysizlar, do'stlar. Mana ilon boshchilar qaranglar, Andijon mos ketdi. Namangan naryoqda Andijonda. Qalay qattasizlar endi? Andijonda. Qatida. Shu aeroportdan. Ushadingizmi bir narsa? Bitta. Mana andijonliklar ham o'tirishibdi. Bolalar. Ha? Toshloqdan? Ha, молодец. Nechta oldingiz, uka? Qani ko'rsatingchi? Ne qilib ko'rsatavering, o'payam. Bu yerda bir dona bor edi. Bir dona bormi? Mana ilon boshlar olishyapti. O'zimiz tashlaqli bolalar. Andijonliklar batda o'tiribdi. Bu ana. O'xtichur. Ana. Endi bu yo'l nimani betidaman. Hozir nariyoqqa ketyapman. Молодцы, zo'r. Omad. Otaxon, qalaysiz? Necha kirdingiz? Молодец. Biror narsa ushladingizmi? Yo'q, o'tiribman.
Umuman indamay. Ismingiz nima? Ismi Ro'zg'or. Mana hozir kelishimizga Andijonlik akamiz karas balig'ini oldi. Aka qayerdansiz aka? Andijon qayerdan? Ismingiz nima? Karas ko'z mana do'stlar, karas ko'ryapsizlar, birinchi karasni oldi. Hozir keldi. Endi keldik. Yaxshi mana. Yaxshi harakat qilgan odam oladi. Ko'rlaring, mana yana bitta joyimizga keldik. Kelgan joyimiz mana bolalar Andijonlik bolalar kelib ko'rsatdi. Xudo xolasa sizlarga ham ha? Mashaqlarda ham yozda ushlaymiz, xudo xolasa. Mana ko'ryapsizlar. Вообще четкий. Hatto laq mana baliqchalar o'lib yotibdi, to'klashibdi. Rosa to'k bilan urishibdi. Davay. Ikkita fiderga juda qiyin. Nima? Qiyin bo'lsa, kvirtipga qarab o'tirish, ekosi ham tortib bir xilda nima bo'lib qolganda zab patechka berish ham nima endi ana samopatikashi nimalar qilganman. Davay. Kattasiga tortyapti hozir. Bir bo'lsa o'tirib chekili kattada. Qani yana bitta. Oppa, o'tiribdi bo'lsa qani. Yo bismillah. O yaxshigina bor shekilli. Biz ko'ramiz. Bor ekan mana verxoplavka. Buni aparishlarga qo'yib qo'yamiz. Aparish zasolkasiga. Yura, aparish qilaman deyapti. O'zi qarmoqqa mana baliqlarni solib qo'yamiz mana. Mana shu marinkalar ushlab qo'ydik mana. Ko'ryapsizlar. Zo'r. Bugun mana 1-iyun. Yaxshigina mana baliqlar tushyapti. Endi buni ham qarab qo'yamiz. Chunki tortdi-da bu. Kichkinamizni ham bir ko'rib qo'yamiz. Bunda ham mana o'tiribdi. Bunda marinka baliq o'tiribdi. Ko'rlaring? Mana. Mana shu qilib mana marinkalar ushyapmiz. Mana marinkalar hamma marinka baliqlar mana. Ko'ryapsizlar mana shu baliqlarni mana ushyapmiz. Endi bularni hozir nimaga sadokka solib qo'yamiz. Hozir zo'r bo'ldi. Birin-ketin oldi. Hozir cho'tta 5 ta yaxshigina baliq. Dadil baliqlar bo'ldi. Karasni ham solib qo'yamiz, katta karasni. Mana shu hozir karaslar. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa o'g'imiz zo'r bo'lyapti. Mana do'stlar, hozir videoni tugatdim. Katta chiqo'y oldim mana. Mana chiqo'yni qaranglar. Dядя, что скажешь? Вот ничего себе сабли, я думал. Вот так вот с этой руки, эту руку возьми и хвост возьми. Я такой Хвост подними. Я такой первый раз вижу. Ох ты, Ой, ну, я вот, ничего. вот. Mana ko'rlaring, mana bunaqa baliq ushlaydi, Ничего do'stlar. себе. Hozir да, сазан, кажется, и на этом тоже сазан. Не знаю сейчас. Выводи на берег. Вот он. Так. Дядя Юр. Нормально. Сейчас. Так. Mana sazan yana bitta. Do'stlar. Опа. Тот тоже, наверное, сейчас. На что взял? Ну, взял на опарыш. Дальнего заброса mana fider qarmog'iga do'stlar. Mana hozir sazan balig'ini oldim. Mana 3-sazan syomka qilmayotgandim. Mana ko'rlaring o'zlaring. Kecha o'sha Ulug'beydi magazindan olgan xo'raylarni qilib, Ulug'beydi magazinda aparishlarga oldim mana. Sam bratishka shogird. Мои не сбей. Молодец. Ko'rdingmi? Kattami? Kukuruz makkaga. Давай. Оп. Молодец. Ol. Joningda? Makka qo'yadingmi? Ha, молодец. Vo, видишь? Mana shunga o'qilyapti kecha.
Hozir zabro'st qilamiz, talashuvimiz davom etadi do'stlar. Ты чё, вот он, mana bilni olib ketdi. Давай, qani olib keling, katta sazan bo'lsa kerak. Вот это сазан. Вот он дергает. Ты чё? Почини отпусти, так поломает, конечно. Да, не. Сейчас, sekin. Olib keling. Sekin yonimga olib keling, menga yonimga olib keling. Sekin olib kelavering. Mana do'stlar. To'ting. Mana. Olib keling, menga bering. Опусти, спускай. Там. Опусти и заведи, Да, сейчас. Так, давай. Ух ты, черт. чтобы не сорвался, смотри. Все, подъем. Опа, есть. Не торопись. Опа, bo'ldi. Есть. Mana do'stlar, sazanni ham oldik, to'xting. Anunisi ilib oldim. To'xting endi bunisi. Ух ты, смотри, самый большой сазан на килограмм. Ё-моё. Mana do'stlar. Ana qadrli do'stlar, 1 kilolik sazanni ham oldim mana. Ты что? 1 kilo chiqsa kerak. 1 kilo, 1 kilo 200. Ты что, mana? Ты что? Ах ты чё, ну-ка. Ох ты карась, хороший карась. Да? Mana pikir qarmog'ini ishlashini ko'ringlar mana. Hozir karas. Yaxshigina tortuvdi. Bilmadim, o'zi katta karas kelyapti. Может, подсак тоже нужен будет. Ух ты, смотри, сазан. Сейчас, подожди. Чтобы тебе за это не залезть. Сейчас, вот он. Сазан. Опа. Сазан за это. Mana do'stlar, sazan balig'ini ham oldim. Mana sazanni ham. Не, на парика. Ну-ка, сейчас посмотрим сазан. Так. Сазан, да? Mana, не, sazan. Mana do'stlar, qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi kichkinagina videomiz yakuniga yetdi. Do'stlar, videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlaring bilan bo'lishinglar. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalaringga omad, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.